Keyin showroomga terilgan variantlarni ham ko'rsatib berib ketsangiz. Ha, shularni ko'rsataman. Bitishi qanday bo'lishini odamlar tushunish uchun. Baquvvatchiga eksperiment qilib tepaga otib sindirib beray. Oting qani ko'rib turgan aka-ukalarimizga. Qaysini otay aka? Tepaga otmay yerga uring qani, bo'lsa shu videoga bo'lsin. Mana aka. Garantiyalarni qancha beryapsizlar bu? Endi garantiyasi aka bu 15-20 yil bemalol Bitta bo'lsa 250 tonna bilan press qilinadi. Bu razmerlari aka 10 ga 20. Endi ma'lumot uchun aytib ketaman. Hammaga assalomu alaykum. Bizni kuzatib kelayotgan qadrli do'stlarimiz, sizlar Ruslan o'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Ruslan o'z kanalida Qarshi shahardagi optim press burchatka narxlarini yoritib berishga harakat qilamiz aziz do'stlar. Press burchatka deganda aziz do'stlar 250 tonna yuk bilan presslanayotgan burchatkalarning narxlarini ko'rsatamiz. Ko'rib turganlaringizdek, manzil Qarshi shahar, Taxta bozordan kelaverishga ko'rib turganlaringizdek, o'ng qo'lga kattakon qilib optim deb yozib qo'yibdi. Mana ekranda qo'yilgan telefon nomerlariga telefon qilsalaringiz, manzilni yana ham tushuntirishadi. Tomon Umida choyxonadan kelaverishga, yaqin Obilgaga ketyapman ravon. Obilgaga o'tmasdan shunday vaqt o'tsangiz, mana optim. Obilganing ko'chasi burilib ham vaqtdan kirib kelsangiz bo'laveradi. Agar kimgadir shunday burchatkalar kerak bo'lsa, ekranda qo'yilgan telefon nomerlariga telefon qilib bemalol kelib olib ketishlaringiz mumkin. Qashqadaryo bo'ylab dastavkalari bo'lsa so'raymiz. Agar dastavkalari bo'lmasa ham oti dunyo bo'lmaydi aziz do'stlar. Hozir qo'shimchasi bo'ladi. Bemalol uyingizga olib borib tersalaringiz, uni ustiga katta yuk mashina, havo mashinalarini ham bemalol haydaversa bo'lar ekanda. Uni qalinligi, qirisi, marmarga o'xshab chiqarilgan joylari, terilgan joylarini ham o'sha ko'rsatib videoga qo'yib ketaman nasib xudo xolasa. Mana burchatkani optim joyi dedik, optim joyga kirib keldim. Mana Akbar aka bizga yordam beraman deb kutib turibdi. Assalomu alaykum Akbar aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, zo'rmisiz aka? Akbar aka, endi press burchatka deganman men ko'rib turgan aka-ukalarimizga. O'zim ham to'g'risini aytsam, bu qanday bo'lar ekan, nima deb o'ylab turibman. Shuni ko'rib turgan aka-ukalarimizga ham narxini, ham mahsulotlar nimadan bo'lganini to'liq tushuntirsangiz, keyin o'sha garantiyalarini aytsangiz, ko'rib turgan aka-ukalarimiz kelib olib ketishaveradi. Bemalol akajon, mayli tushuntirib ko'rsatib beraman. Press burchatkalarimiz aka, mana yaqinroqdan ko'rsatsangiz, 10 ga 20 razmeri bor. 20 ga 20. Bu 10 bunga o'xshaydi. Mana bunaqasi 10, bunisi 20. Ha, 20 ga 10. Ha. Qalinligi 6 sm. 6 sm. Keyin mana bunaqa 4 sm varianti ham bor. Bu rastvori presslab chiqarilsa kerak, shuning uchun press burchatka deyiladi. Press burchatka bu 250 tonna bilan press qilinadi. 250 tonna. 250 tonna bilan press qilinadi. Bu razmerlari aka 10 ga 20. Endi ma'lumot uchun aytib ketaman. Kimdir tushunish uchun hamma har xil razmer so'raydi-da. 20 ga 20 razmeri bor, 20 ga 40 razmeri bor, 10 ga 20. Keyin Dubay varianti ham bor, 3 xil razmerli Dubay varianti ham bor. Rangiga keladigan bo'lsa, xohlagan rangidan qilib beramiz. Xohlagancha. Mana misol qizil deysiz, qora, sariq, seri bor, keyin mana bunaqa mix variantimiz bor. Qora bilan oqni kroshkasidan taxlangan. Baquvvatli, juda baquvvat. Bo'lmasa buni tergandan keyin nasib bo'lsa, havo mashinani ustidan haydasa ham cho'kib ketib, uyaltirib qo'ymagan. Bemalol tayinli mustahkam qilib terishsa ustalar, shalamdan ham yuki bilan ko'taradi. Nima mahsulotdan tayyorlanyapti asosan endi? Qum yo shag'al, o'sha Finiski qumdan foydalanamiz, qumni. Ko'rinib turibdi. Finiski qumdan. Keyin Eron oq sementidan, masalan, oq variant keladigan bo'lsa, Eron oq sementidan markasi kuchlidan foydalanamiz. Sifati lekin juda baquvvat chiqqan. Eksperiment qilib tepaga otib sindirib beray. Oting qani ko'rib turgan aka-ukalarimizga. Qaysini otay aka? Tepaga otmay yerga uring qani, bo'lsa shu videoga bo'lsin. Mana aka. Uni urib ko'rsatgan bilan uni ishongan odam ishonadi, ishonmagan uni PR video qilish nimamiz yo'q. Endi bir ko'rsatdingiz Akbar aka. Ya endi buni kvadratlar qanchaga chiqyapti aka, kvadrat? Kvadrati aka qarang. 4 sm bor, 6 sm. Rangiga qarab 65 ming so'mdan 80 ming so'mgacha chiqadi. Rangiga qarab. Rangi mana mixli variantlari sal qimmatroq chiqishi mumkin. Hammasini hisoblab agar oluvchilar bo'ladigan bo'lsa 65 mingdan 80 minggacha deb qo'yaylik. Kelsalar hisoblab chotka qilib kvadrat narxini hisoblab beriladi. Garantiyalarni qancha beryapsizlar bu? Endi garantiyasi aka bu
15-20 yil bemalol Beton bo'lsa beton bo'lyapti. keyin aka 250 tonna bo'lib. 250 tonna bo'ladi. Tayin mustahkam qilib joylashtirishsa aka, menimcha xizmat qiladi. Bir 30-40-50 yil ham xizmat qilsa kerak aka. Dastavkalar Qashqadaryo bo'ylab bor yoki yo'q? Endi dastavkalarini buniki og'ir bo'lgani uchun aka kelishilgan holatga qilamiz. Kelishilgan holatda. Endi balkim tanidan tushib berilayotgan bo'lsa dastavkani egala qiladi. Balkim o'zimiz yetkazib beramiz, ob'yemiga qarab. Ustalar bormi yo'qmi? Ustalarimiz ham bor aka. O'zlari terib berishaveradi, ha? Terib berishadi, borib joyini o'lchab kvadratini. Biz mana shunday tuyda tuyilgan joyda ko'rsatyapmiz. Hozir video davomida ham ko'rsatib ketaman aziz do'stlar. Qanday qilib terish fasonlarini ham ko'rsatib. Mana bardurlarni ham ko'rsatib keting aka. Mana bardurlarni yaqinroqdan oling. Bardurlarni ham har xil rangidan bor aka. Qora, seri, oq, keyin o'sha boyagi aytayotgan mix variantda ham bo'ladi. Qizil deyishadimi, ko'k. Kim nima xohlasa o'shanaqasidan qilib qo'yib beramiz aka. Muammo yo'q. Burchatkadan muammo yo'q aziz do'stlar. Burchatkalar mana tashqarilarga ham bor. Hozir videoni boshlashimdan oldin bir laboga ortib uni video qilolmay qoldim akam vaqti yo'q uchun. Shuning uchun uni 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta o'zlaringiz kelib, uni qalinliklarini mana shu tepaga otib ko'rib, mana beton bo'lyapti. Turishi beton bo'lyapti mana shu. Buni Akbar aka aytganday bemalol 15 yil xizmat qilib beradi. Kami aka bir 50 yil ham xizmat qilsa kerak aka. Do'stlar, hasb so'z ko'rsataman. Mana shunday qilgan gaplar. Kimga kerak bo'lsa ekranda qo'yilgan telefon nomerlarga telefon qilsalaringiz bemalol. Ruslan aka keyin shourumga terilgan variantlarni ham ko'rsatib berib ketsangiz, shularni ko'rsataman. Bitishi qanday bo'lishini odamlar tushunish uchun yaxshiroq bo'ladi aka. Shunday. Shuni ko'rsataylik bo'lmasa ichkaridan kirib. Mayli aka. Mana shunday terilgan Akbar aka. Aka, mana shunaqa terilgan variantlarni ko'rsatib bering. Keyin men sizga hozir yana kubalar, xonadonlar, obyektlar terilgan rasmlarni tashlab beraman. Mana shuni tayyorlab bersangiz zo'r bo'ladi. Tayyorlab beraman hozir. Ko'proq rasm qilib tashlab bersangiz, tushunish, ko'z bilan ko'rgani boshqachada. Chiroyli bo'lib chiqadi. Asosida video davomida hammasini qo'yaveramiz. Kimgadir qaysi fason yoqqan bo'lsa, ekranda qo'yilgan telefon nomerlariga telefon qilsalaringiz, kelaverasizlar bemalol. Mana bunday fasonlar ham bor. Xullas hozir videoga qo'shiramiz rasmlarni.